Hurmatli tomoshabinlar, salom. Siz O'zbekpediadan yuzma-yuz dasturini tinglab tomosha qilmoqdasiz. Bugungi dasturimizda mintaqamizdagi eng muhim voqealardan birini muhokama qilamiz. Islomobod yig'ilishi. Bu yig'ilishda asosiy davlatlar vakillari qatnashib, Afg'oniston vaziyati, mintaqaviy aloqalar va xavfsizlik hamkorligi kabi masalalar kun tartibida qo'yildi. Bu uchrashuv chegaralardagi xavfsizlik tengliklari, muhojirlik inqirozi va inson huquqlari borasidagi xalqaro tashvishlar davom etayotgan bir paytda o'tkazildi. Asosiy savol shuki, bu yig'ilish mintaqadagi inqirozga amaliy yechim bera oladimi? Va Afg'oniston xalqi hamda butun mintaqa uchun qanday oqibatlarga ega bo'ladi? Islomobod yig'inida Junbish Milliy Islomiy Hizbi namoyandaligida ishtirok etgan siyosiy faol Fraydun Ilhom janoblari bilan bahs boshlaymiz. Hurmatli Ilhom janoblari, dasturimizga xush kelibsiz. Boshda bo'ladimi aytsangizki, bu yig'ilish ahamiyati qanday edi? Yo sizga ko'ra hozirgi mintaqaviy sharoitda bu yig'ilishning ahamiyati nima? Tashakkur, salomat bo'ling. Birinchidan O'zbekpedia ko'ruvchilariga qizg'in salomlarimni taqdim qilaman. Albattaki bilasizlar, Afg'onistonni Tolibonga topshirilishidan 4 yildan oshgan bir vaqt va bu 4 yildan buyon Afg'onistondagi Tolib qarshilari, muxoliflari hech qachon chegara mamlakatlar va yo boshqa g'arbiy mamlakatlar tomonidan tahvil olinmadilar va bularga fursat yaratilmadiki, tobular bir daftar ijod qilsalar, ko'rishsalar, o'zaro o'ltirib suhbatlar qilsalar, Zoom orqali yo onlayn bir xil kelishuvlar, gaplashuvlar bo'lganligini bilasizlar. Birinchi qaldaki, bu albatta Viyana prosesini juda bundan tutsak, Pokiston mintaqadagi, ya'ni bu mintaqa hisobiga olsak, birinchi bo'ladi. Birinchi Tolib muxoliflarini bir araya kelishi. Buning uchun bu o'ltirishni juda ko'p katta ahamiyatga bo'lganligini o'ylaymiz va bundan tashqari bilasizlarki, Pokiston hamisha Afg'oniston mavzulariga chegara mamlakatlar bo'lib eng katta naqshni o'ynab kelgan bir davlat sifatida taniladi. U yüzden ham meni ham bu o'ltirishni juda muhim deb tushunamiz. Ilhom so'b, o'shandagi bu yig'ilish ahamiyati xususida aytib o'tdingiz. Bu yig'ilish faqat ramziy bir qadammi yoki amaliy natija berishi mumkinmi? Albattaki bu yig'inlar birinchi yig'in bilan biz aytolmaymizki, yerda borib bir narsani amal qilamiz deb. Siz bilasizki, farqli siyosiy jarayonlar, hizblar va ayollar hisob nihoyatlari bir araya kelganmiz bu Pokistonda va Afg'onistonga eng muhim narsa shu hozir Pokistonga yig'ilgan xilma-xil farqli siyosiy tushunchalar va fikrlarga ega bo'lgan insonlarni hammasini bir narsa uchun kelishgani bu juda muhim ediki, hozir Afg'onistonga bilasizlarki, eng ko'p katta problemlardan bittasi qiz bolalarning maktablarga bora olmayishi va o'g'il bolalarni majburiy bir shaklga zo'r bilan madrasalarga borishiga majbur qilinishi mavzusi. Fikr qilamanki, bu na tanho Afg'oniston uchun, balki chegara mamlakatlar uchun ham tushunishi kerak bo'lgan va kelajak uchun xatarnok deb o'ylaymiz buni. Xo'p, o'shanday aytib o'tdingiz, ahvol bunday ekan, Afg'onistonda xotin-qizlarga qarshi yaratilgan mahdudiyatlar va ishsizlik muammolari, shunga o'xshagan bir qancha jiddiy muammolar bor Afg'onistonda. Bunday bir vaziyatga Pokistonning o'rnini Afg'oniston siyosati uchun qanday bilasiz, Ilhom so'b? Hozir ilgari ham aytdim, Pokiston Afg'oniston bo'yicha hamisha muhim bir joyga ega. Buni bilasizlarki, mujohidin hukumati vaqtidan oldin Afg'onistonda mujohidlari Pokistonga Pokiston tomonidan himoyat bo'lib
va hokazo toliblar Afg'onistonga ega bo'lmadan oldin ayniqsa Pokiston tomonidan himoya bo'lgan. Bugun ham bizni bardoshimiz shu 2 kunlik majlisdan shu ediki, Pokiston bir nevi bu hozirgi vaziyatdan xush emas. Toliblarning hukumatidan norozilik bildiradilar va toliblarni Afg'oniston uchun, ne tanho Afg'oniston uchun, balki kelajakda mantiqa uchun xavfli deb o'ylaydilar. Pokistonni Afg'oniston siyosiy va xavfsizlik kelajagida naqshi bor deb aytasiz. Bunday bir holda bu Afg'onistonlik Pokistonda yashayotgan Afg'onistonlik muhojirlari haqqi ham yo u xususdan bahs olindimi yo bu xusus masalalar muhokama qilindimi bu yig'ilishda? Albatta eng ko'p bahs bo'lgan mavzulardan bittasi shu edi. Pokistondagi Afg'onistonlik muhojirlarni, bilxusus 2021 yilidan keyin Pokistonga muhojir bo'lgan insonlarni Afg'onistonga pas qaytib borishlari ular uchun hayotiy xatarlarga ega bo'lganligidan sabab bundan keyin Pokiston davlatidan bu qatnashuvga ishtirok qilgan hamma Afg'oniston siyosiy jarayanlar va fikr odamlari, ayollar islohotlari hammasini birlashib istaklaridan bittasi shu ediki, hech bo'lmasa bularni majburiy bir shaklda Pokistondan tashqari chiqishlarni damini olish va yo haddaqal bularni vizalarini 1 yillik cho'zish. Bu istaklarimizning boshiga kelar edi. O'shanda Ilhom Saib, siz Junbish hizbi audirasidan bu yig'ilishda ishtirok etganingiz aytiladi. Bu yig'ilishda Junbish hizbini asosiy istaklari nimarsa edi? Junbish Milliy Islomiy Afg'oniston Marshal Abdurashid Do'stum rahbarligida bizlarni bu o'ltirishga men va Mavlay Said Abdulloh Qarloq Mavlana hizbi Junbish Milliy Islomiy Afg'oniston birgalashib namoyanda bo'lib yubordilar. Bu yerga bizlarni asli bahsimiz Afg'onistonni shu hozirgi vaziyatdan qutqarish uchun nimalar qilishimiz kerakligini ustiga bahs qilganmiz. Albatta Afg'onistondagi turklar, o'zbeklar, turkmanlar bu mavzular ham Afg'oniston ustiga bahslar bo'lib o'tdi. Ammo katta barnomaga qaraganimizda bizlar Afg'onistonni yakun qutqarish kerak degan fikrga egamiz shu vaziyatda. Yig'ilishda qatnashgan davlatlar yoki bu siyosiy vakillarning Afg'onistondagi manfaatlar uchun qanchalik mos edi bu fikrlar yo qarama-qarshi edi? Afg'onistondan kelgan Afg'oniston tolib muxoliflarini hammasini fikri bir edi. Hech qanday bir qarama-qarshilik yo'q edi. Hamma shu fikrgaki Afg'oniston hozir tarixining eng qorong'u kunlarini o'tkazadi. Bilasizlarki, bu kun internet ham shabakalari qata bo'ldi va hatto bugun internet shabakalari qata bo'lgani uchun telefonlar ishlamay qolgan, bankalar ishlamay turibdi, tayyoralar parvozlari kansel bo'ldi. Ya'ni shu hozir dunyoning qaysi mamlakatiga qolgan fikr qilaman shu Amazonga yashayotgan insonlarki bu dunyodan tashqari judo yashaydilar, shulardan boshqa Afg'onistonga o'xshagan dunyoga ikkinchi bir mamlakat yo'qdir. Bu internet mavzusi bu bahs ayrı bir bahs. Biz bu yig'ilishga to'xtalib o'tamiz. Bu uchrashuvdan so'ng Tolibonning siyosati yoki xatti harakatlarida o'zgarish kelish mumkinmi yo biron o'zgarish kutiladimi, janob Ilhom Said? Biz Tolibondan hech qanday o'zgarish kutmaymiz. Chunki Tolibon agar Afg'oniston mardumini o'ylasa edi, 4 yil hokimiyati sirasiga bir ko'p narsani shoyat mardum uchun oson qilsa. Ammo ko'ramizki, har kun mardumning ustiga yangi hukumlar bilan zulmga davom berib kelyapti. Bu yüzden biz Tolibon bilan bir yaxshilik kutmaymiz yo bir kelajak fikr qilmaymizki Afg'oniston mardumini kelajagi toliblar bilan yoqtilik ko'rsa yo oydinlik ko'rsa. Endi mana shu yig'ilishni natijali qilmoqchi bo'lsak,
bu yig'ilishning xabari yo xalqaro hamjamiyat va Afg'oniston xalqi uchun nima bo'ladi bu yig'ilish xabari? Bu yig'ilish xabari biz pokistonlik va mintaqaviy do'stlardan 6 mavzuni ustiga to'xtab, bulardan istaklarimizni bildirdik. Pokiston davlatidan va mintaqa chegara mamlakatlardan 6 istagimiz bo'lganligini bildirdik. Bunlardan birinchisi bu suhbatlarni, bu bahslarni davom ettirish uchun bu prosani Pokiston prosesi nomi bilan davom ikkinchisi siyosiy jarayonlarni bilasizlarki, ilgarig'am yo'qladim, bir adresi bo'lmagani uchun bularga bir siyosiy daftar ijod etilishini istadik. Ondan keyin oldinroq ham suhbatlarimga bahs qilib o'tdikki, 2021 yilidan sonra Pokistonga kelgan muhojirlarni ijboriy chiqishini to'xtatishni istadik. Ondan keyin Afg'onistonga yangi bir davlatni qurilishi uchun yangi bir davlat demaydi, yangi bir hukumatni qurilishi uchun asosiy qonun kerakligini ustiga bahslar qildik. Shunga o'xshash Afg'oniston haqida muhim mavzularning ustiga bahslar bo'lib o'tdi. Ilhom Saib, bu yig'ilish bundan bir qancha oy avval yo'lga qo'yilishi kutilar edi, ammo belli bo'lmagan sabablar bois ortga qoldirildi. Dalil nima edi sizga ko'ra? Dalil har narsa bo'lishi mumkin, texnik mushkulotlar bo'lishi mumkin. Bilasizki, Zilmay Khalilzod ham bunga qarshilik bildirib, xavotir bildirdiki, bu yig'ilish Pokistonga, Afg'onistonda nafiga bo'lmaydi degan gapni aytdi. Va bir xil boshqa insonlar ham bunga muxolifat qildi. Albatta muxoliflari bo'ldi, chunki voqean 4 yildan keyin eng muhim o'ltirishlardan biri hisoblanadi bu Islomobod o'ltirishi va bu yüzden keyin qolganligi mumkin. Bali. Siz bu yig'ilishni qanday arjobi qilasiz? Bu yig'ilishni shu hozirgi vaqtga eng muhim yig'ilishlardan biri deb hisoblaymiz. Va bu yerda barcha mavzular Afg'onistonga tegishli bahs bo'ldi. Afg'oniston tijorati, tranzit yo'llari, Afg'onistondagi iflotgariymi, bu sizga aytsam beqonunlik, Afg'onistonga ayollarning problemlari, Afg'onistonga tegishli barcha mavzular ustiga bu yerga ishtirok etgan insonlar hammasi bir ses bo'lib aynı fikrga ega bo'lganligini bildirishi, fikr qilaman, majlisning eng katta yutug'i edi. Ya'ni bir Afg'oniston hukumati yoki hozirgi ahvoli o'zgarilishi uchun bu yig'ilish qancha unumli bo'lib biladi sizga ko'ra? Bu yig'ilish bugun tugadi. Bu ancha muhim bir yig'ilish edi. Bugun Pokistonlik mehmondorlarimiz ham ancha muhim insonlar qatnashgan edi. Masalan, Pokistonning eski amniyati milliy mushoviri bu barnomaga bugun ishtirok qilgan edi. Yo Sadr Azamni tijorat bo'yicha koordinatori ishtirok qilgan edi. Bir nechta Pokistonning eski safiy barnomaga ishtirok qilgan edi. Buni o'zi ko'rsatadiki, bu barnomaga Pokiston tarafi ham juda ahamiyat bergan edi. Bu yüzden qachonki bu programni arkasi kelsa, ikkinchi, uchinchisi inshaalloh ki yaqin vaqtga olinsa, juda kattaroq ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Tashakkur. Sizdan so'ng savol endi. So'nggi savolimiz bo'lgan savolimizga ehtimoliy kelishuvlarni, masalan, ehtimoliy kelishuvlarni hayotga tatbiq etish uchun keyingi qadamlar qanday bo'lishi kerak? Keyingi qadamlar, bizning fikrimizcha, biz shunga ishonamizki, Afg'onistonga na Doha prosesi muvaffaq bo'ldi, na Bun prosesi muvaffaq bo'ldi. Bilasizki, birtasiga toliblar tashqariga qo'yildi, birtasiga ham Doha prosesiga Afg'oniston hokimlari, jumhuriyatdagi tomondagi tolib muxoliflari tashqariga qo'yildi.
qachon Afg'onistonga bir sulh kelishi mumkin? Qachonki Afg'onistonda hamma siyosiy jinohlari birgalashib bir hukumat qursalar. To ungacha Afg'onistonga bir tinchlikli kelishini ko'p uzoq ko'ramiz. Tashakkur sizdan. Hurmatli tomoshabinlar, siyosiy faol Fraydun Ilhom edi. Islomobodda Afg'oniston xususida o'tkazilgan yig'ilish bahsga muhokama qildik. Siz O'zbekpedia'ni tomosha qilmoqda edingiz. Kelasi dasturlarimizgacha yanada biz bilan bo'ling. Xayr, bardam qoling.